Hammaga assalomu alaykum. Jo'jalarni qaysi don bilan boqishimni aytib o'taman. Mana kimlarga полезный bo'ladi. Bu mana jibir degani. Jo'jalar birinchi kundan 30-kungacha bersanglar. Bu salni tozaroq jibiri. Premixi bor. Shu yangi tug'ilgan jo'jalarga yaxshi bo'ladi-da. Undan keyin o'zi kattargandan keyin jikkisini bersanglar bo'ladi. Jikkining ichida o'zi qora qora ko'rib turibsizlar, bu o'zi go'sht quritilgani. Keyin boshqa narsalar ham qo'shiladi o'sha. Sal yirikroq ikkinchi oydan uni bersanglar bo'ladi. Buni ham ichiga premix qo'shiladi. Hamma mineral vitaminlar bor ichida. Keyin o'sha 3-oydan J3 qo'shsanglar bo'ladi. J3, J2 dan почти farqi yo'q. Только buning ichida kam nimachalar bor. Toshchalari bor. O'zini yeydigan. Keyin bu sal fraksiyasi kattaroq ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari, masalan, sizlarniki nima deydi, broiler bo'lmasa, populyatsion paroda bo'lsa, T1dan bersanglar bo'ladi. Tuxum qildiradi spesialni. Sostavini o'zingizning etiketkadan o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin o'sha jo'jalar katta bo'lgandan keyin, masalan, 12 talik, uning ichida 12 ta don. 12 xil don bor, shunga o'tkazsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasam, shuni boshqacha varianti bor, qimmatrog'i 90 so'm turadi bizda. Buning ichida 15 xildan oshiqroq donlar bor. Ichida oqshoq, no'xat, guruch, mayizgacha bo'ladi. O'zingizga qilsanglar ham bo'ladi, tayyorlab sotib olsanglar ham bo'ladi. Yo bo'lmasam keyin arash qilib turib o'zingizga yasasanglar bo'ladi. Masalan, hammasidan kam olib, donlarni qilib o'zingizga yasasanglar bo'ladi. Shu akalar, shulardan beramiz.